Aziz hamkorlar, bizani yana bitta yangi batlarimizdan bittasi juda ham zo'r bat. Ekstrakt evkalipt, ya'ni akaliptus deyiladi turkchada. Evkalipt badimizni kapsulada. Bu badimizni yurak kasallariga, rak kasallarini oldini oladi. Miya faoliyatini yaxshilaydi. Bosh og'rig'iga yaxshi, shamollashga qarshi, astma kasaliga yaxshi, quruq terini namlantirib beradi. Shuning uchun psoriazlarga ham yaxshi, qazg'oqqa yaxshi, teri kasallariga, ekzema, psoriaz, har xil shu teri kasallariga yaxshi, teridagi zud, qizarish va chandiqlarga yaxshi, stressga qarshi, og'iz bo'shlig'idagi bakteriya, gingivit va tishdagi nalyotlarga qarshi, tizzadagi og'riqlarni qoldiradi. Shunaqa zo'r badimiz keldi. Men o'zim ham olib mana ichishni boshladim. Ichida 60 ta kapsula bo'ladi. Bittadan 2 mahal ichasiz. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin farqi yo'q. Juda ham shunaqa zo'r bad. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, ichsanglar bo'ladi. Bularning hech qanaqa zarari yo'q, faqat foydasi bor.